Bo'jalar guruhi solisti Jahongir Poziljonov haqida shoshilinch va jiddiy ma'lumotlar e'lon qilindi. Bo'jalar guruhi solisti Jahongir Poziljonov 4-mart kuni 47 yoshni qarshi oldi. Shu munosabat bilan oddiy oilada voyaga yetgan hamda muvaffaqiyatga erishish yo'lida ko'plab qiyinchiliklarni boshdan kechirgan ijodkorning hayot yo'llariga nazar tashlaymiz. Xonam yo'qligi uchun yo'lakda uxlardim. Jahongir Poziljonov san'atdan butunlay yiroq oshpazlar oilasida dunyoga kelgan. Otasi o'z davrining mashhur oshpazi bo'lib, davlat tadbirlarida ham katta qozonlarda osh damlagan. Shunday bo'lsa-da, oila nihoyatda kamtarona kun kechirgani va moddiy jihatdan qiynalgan. Bu haqda xonanda intervyularda so'zlab bergan. Esimni taniganimdan boshlab dadam bilan to'y hashamlarda birga borardim. Tong sahardan borib, katta qozonga ovqat solardik. Men o'choq yoqishga mas'ul edim. Oshpazlarning mehnati og'ir bo'lsa-da, ular mehnatini pulga baholashmasdi. Odamlar ko'nglidan chiqarib, ozgina pul yoki qand qurs solingan paket berishardi. Dadam biror marotaba to'y egasidan "falon pul berasiz" deganlarni eshitmaganman. Shukrki, qornimiz hamisha to'q edi. Ammo hayot bundan iborat emasligini keyinchalik tushunganman. 5 farzand va ota-onam bilan 3 xonali domda turardik. Alohida xonam bo'lmagani uchun yo'lakda uxlashimga to'g'ri kelardi. Dadam buni ko'rib, yuragi siqilishini istamasdim. Shuning uchun bomdod namoziga turishidan avvalroq uyg'onib, ichkari xonaga kirib ketardim, deydi xonanda. 14 yoshimdan ishlaganman. Bolalikdagi sho'x va nihoyatda urushqoq bo'lgan Jahongir Poziljonovning kuni kelib mashhur xonanda bo'lishiga ko'pchilik ishonmasdi. Jahongir bir necha bor janjallar sabab jazolangan, hatto uni maktabdan haydashmoqchi ham bo'lishgan. Bir so'z bilan aytganda, xira bolali bo'lganman. Shoshqaloqligim va gap ko'tara olmasligimdan ko'p pand yeganman. Shunda ham oxirigacha olishardim. Maktabni bitirgunga qadar 5-6 marotaba militsiya xonaga olib borishgan. Maktabdan haydash bo'yicha ham ko'p ogohlantirishgan. Fe'lim yomonligini bilganim uchun ham dadam hamisha tergab, tanbeh berib, eng og'ir ishlarni menga buyurardi. Keyinchalik buning sababini tushundim. Daraxtning shoxi kichkinagina to'g'ri yo'lga solish oson ekan. Egasi o'sgandan keyin uni qayirmoqchi bo'lsangiz sinarkan. 14 yoshimdan mustaqil pul topishga intilganman. Yozda tarvuz qovunlarni vagonga joylash bilan, boshqa payt esa vulkanizatsiyada ishlardim. Arzimagan pul olsam-da, tengdoshlarim orasida obro'yim baland edi, deydi xonanda.